Germaniya qurolli kuchlarini qayta qurollantirish bo'yicha keng ko'lamli rejani o'nlab yillar davomida kechiktirish mumkin emas. Bu haqida Britaniya Qirollik Birlashgan Xizmatlari institutining katta ilmiy xodimi 20-aprel kuni chop etilgan Germaniyaning Dpa axborot agentligiga bergan intervyusida shunday baho berdi. Uning so'zlariga ko'ra, NATO davlatlari 2 yil ichida Rossiya bilan harbiy mojaroga kirishishi va bu ehtimol Suvakli koridorida sodir bo'lishi mumkin. Biz 2027-yildayoq Rossiya bilan urushga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak degan u. Shuning uchun uning fikricha, Bundeswehr hozirda birinchi navbatda og'ir harbiy texnika arsenallari, Leopard 2A8 tanklari, Taurus uzoq masofali qanotli raketalari, Boxer zirhli transport vositalari, Iris-T zenit raketalari va Gepard qurilmalarini ko'paytirish kerak. Germaniya Bundeswehr va Yevropadagi ittifoqchilarni ta'minlash uchun ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirishi mumkin degan Arnold.